Onash, nima qilyapsan? Rizqimni teryapman. Men aytgan narsalarni olib keldingizmi? Ha, olib keldim. Meva, cheva, kartoshka, piyoz hammasini oldim. Chekinicha. Yo'q, esimdan chiqibdi-da. Nima? Nima chekin olib kelmaysiz? Niyangiz joyidami? Menga bering, tez borib chekin olib keling. Cheksiz uyga qadam bosmang. Keshbek qadrini qaydan bo'lur? Keshbek urmagan bandalar. Chekchalarim ochdi, chiroy. Necha pul bo'ldi aka? 1000 so'm bo'ldi. Mana aka. Rahmat, sog' bo'ling. Qanaqa rahmat, qanaqa suv bering, chekni bering. Chekni nima qilasan? Keshbek yig'aman. 1000 so'm, 1000 so'm. Ay desa 1000 so'm oz yig'ilib daryo bo'lur. Rahmat aka. O'zizcha 1000 so'mni pisand qilmaysiz, ana 10 so'm tushdi. Dodish, chekda bo'ldim. 6 millionlik chekda bo'ldim. O'zim bo'y o'ylanib ketganman, nimadan o'z burun bo'lish kerak. Ibi, bu chek oldin ro'yxatdan o'tilgan. Ana, ko'rdingmi? Bilib qo'y, boylar bekorga boy bo'lmaydi. Ular tintinigacha hisoblab yuradi. Akani ham senga o'xshagan xotini bo'lgan bo'lsa, urganda chekdi. Mana senga sovg'am bor. Mayli, sen birinchi ko'rsat. Mana Xonsaroy afsonasi loyihasidan bir xonali uy oldim. Qaysi pulingga olding? 2 yildan beri keshbek yig'aman bu. Hozirgi kunda Xonsaroy afsonasi loyihasidan bir xonali uy olsangiz, boshlang'ich to'lovni 3 ga bo'lib to'lasangiz bo'lar ekan. Endi siz ko'rsating. Men senga sovg'ani uddarini olganman. Mana. Dodish, bugun keshbekchi ayollarning orzusidagi gulga rahmat. Xotin, men keldim. Dadajon, menga nima olib keldi? Shokolad olib keldingizmi? Voy, hech narsa olib kelmabsiz-ku. Ertaga senga narsalar olib kelaman. Xo'p, o'g'lim? Xo'p, dada kutaman. Dada, bugun menga nima olib keldingiz? Kecha va'da beruvdi, shokolad olib keldingizmi? O'g'lim, ertaga aniq senga narsa olib kelaman, xo'p? Xo'p, dada. Bugun ham hech narsa olib kelmabsiz-ku. Dünya çizip resmin tergen. Dadasi, oilamizni bu qiyin vaziyatdan qutqarish yo'lini albatta topasiz. Men sizga ishonaman. Men oila boshiman. Men bu qiyinchilikdan chiqib ketish yo'lini albatta topaman, onasi. Onasi, bolamiz uxladimi? Ha, uxladi. Oh, Xudoga shukr. O'zi nimaga bunaqa kech kelyapsiz? Vaqtli kelsam, bolang narsa so'rayapti-ku. O'shanga bolang uxlagandan keyin kelyapman. Kallam ishlayapti.